Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozirda ko'p insonlarda zulukka hijoma qilishda ko'plab savollar tug'ilyapti. Ya'ni qanaqa savollar? Misol uchun, qand miqdori bor, ya'ni sahrni diabet kasalliklarida zuluk qo'ysa bo'ladimi? Yoki bo'lmasa, hijoma qilsa bo'ladimi degan savollar bor. Ikkalasi bemalol qo'ysa bo'ladi. Hech ikkilanmasdan, hech qanaqa bir gumonlarsiz qilsa bo'ladi. Faqat ko'proq dezinfeksiya deymiz, tozalik holatlarida, zuluk olgandan keyin hijoma qilish holatlarida ko'proq e'tiborli bo'lish kerak. Sababi o'sha joyga mikrob tushmasligi kerak, o'sha joyda gazak oldirmaslik kerak yoki yiringlatib qo'ymaslik kerak. Shundagina bemalol har qanday holatlarda qandsiz diabet, qandli diabet, ya'ni sahrli diabet, sahrli diabetda ham zuluk qo'ydirsa, qon olsa ham bo'laveradi bemalol. Behijolat. Bularda yuqorida aytadigan holatlarda agar e'tiborsiz bo'lsak, chang tushirsak, mikrob tushirsak yoki bo'lmasa sovuq joyda muzdek holatda bo'lib qolsak, varaja qilib, sovqatib, shamollab qolsak, ularni bitishi salgina qiyin bo'ladi. U ham juda xavotirli emas, bitib joyiga tushib ketadi. Yana bir tavsiyamizki, siz zuluk oladigan joy ishonchli yoki hijoma qiladigan joy ishonchli joy bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha joyni ko'proq dezinfeksiya, ya'ni mikrobsizlantiruvchi mahsulotlardan spirt, yod kabi dezinfeksiya qilish uchun asosan urg'u beradigan joy yaxshi bo'lishi kerak. Nima uchun buni aytyapman? Sababi zulukni qo'yish, uni saqlash, uni kunda suvini almashtirib turish va unga ko'proq e'tiborli bo'ladigan yoki davolash klinika yoki xalq tabobati bilan shug'ullanadigan yaxshi tabib bo'lishi kerak. Aks holda ko'plab nojo'ya ta'sirlar kelib chiqishi mumkin.